Bugun 2024-yil 12-dekabr haftaning payshanba kuni. Biz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidamiz. Singlimizning ismi Shukrona. Shukrona qizimizning onasi Oydinniso ne orzular bilan turmushga chiqadi. Orada Allohning sinovlari bilan farzand ko'rishmaydi. Turkiyalarga borib, dengiz bo'ylarida yurib, bir Xudo degan joyi bor ekan, shu Shukrona qizimizni ko'rishadi va ismini Shukrona, Alloh berdi deb Shukrona qo'yishadi. Taqdirning taqozosi bilan o'tgan yili aynan shu dekabr oyini 1 yil oldin Oydinniso singlimiz uy isitish moslamasini isitaman deb shu propan atxoti qolgan konditsion baklashkada to'plangan narsani ochganida gazdan havo chiqib portlash yuz beradi va singlimiz 100% kuyib 40 kun reanimatsiyada больницada yotib bu foniy dunyodan boqiy dunyoga rihlat qiladi. O'shanda bu Shukrona qizimiz ham rahmatli singlimizning qo'lida bo'ladi. Shunday hamiyatsiz erkaklar bor. O'z farzandidan notarius orqali voz kechadi. Yaxshiyam yaxshi tog'alar bor. Siylay rahmni mahkam ushlaydigan tog'alar bor. Bizga juda ko'p ajrashgan opa-singillarimiz telefon qiladi. Iltimos, kvartirada men yordam bering. Aka-ukangiz yo'qmi? Bor. Xotinning gapiga ko'rib bizni uyga sig'dirmayapti, bolalarim bilan sig'dirmayapti. O'zimni o'zim ro'zg'orimni qimmatib kelaman deydi. Lekin bu Shukronaning tog'asi o'zi ko'chada kira qilib, pul topib yurib, singlimdan bir yodgorim deb Shukronaga qo'ldan kelgancha mana 7 marta operatsiya qildirdi qizimizni. Doktorlar yana 10 yil davomida operatsiya qilamiz dedi. Yana fevral oyida ikkinchi operatsiyaga tayyorgarlik. Bor budini sotdi, uydagi ishlab chiqarishgacha bo'lgan narsalarni sotib, shu qizimizga sarflab kelyapti. Kelinglar, aziz vatandoshlar. Qo'limizdan kelgancha Shukrona singlimizni shu hayotda yashab qolishiga, O'zbekiston vatanimizga xizmat qilishiga va tuni kun bizga yordam bergan insonlar deb duo qilib kelishligiga o'z hissangizni qo'shing. To'g'ri, cho'ntagingizda pulingiz yo'qdir, lekin siz 10 minut vaqtingizni ajratib ushbu videoni keng tarqating va kommentariyada Shukronani haqqiga duo qiling. Yaqin do'stlaringizni atmetka qiling. Aziz vatandoshlar, kimki bu oilaga naqd pulini bermoqchi bo'lsa, samarqandliklar bo'lsa, tepada adminimiz telefon raqamlarini qo'yib qo'yganmiz. Bemalol telefon qilsanglar, Shukronaxonning tog'alarining telefon nomerlarini va uy lokasiyalarini sizga beradi. Bemalol kelib qo'llariga ehson qilib ketaverasiz. Yo'q, biz musofirdamiz, uzoqdamiz, 12 ta viloyatda har bir burchoydamiz, oxiratga umidimiz bor degan insonlar quyidagi karta raqamlarga bemalol o'z hissangizni qo'shsangiz bo'ladi. Karta raqamlarimiz Ipak yo'liga ulangan. Hammasida Shavkatbek Zulfiqorov familiyada chiqadi. Rossiyadagilarga doim aytaman, pastdagi 8886 telefon nomerlariga hamkorborlik ulangan. Karta raqami oxiri 6330 ham chiqadi. Ya'ni ikkita kartaga ulangan. Bemalol o'z hissalaringizni qo'shsanglar bo'ladi. 100 ta SMS limit bo'yicha uz kartimizda pul tushishi muammo bo'lib qoladi SMS hisobidan. Kech payt 12 dan keyin yana pul solsanglar bo'ladi. Kelinglar aziz vatandoshlar. 12-dekabr payshanba, ertaga 13-dekabr juma 12:00 gacha 24 soatli ehsonimiz yondi. Qani oxiratga hammamiz zaxira qilib qolaylik. Ana bu ichi titilib ketgandi-ku. Mana qarang, amina bo'lib ketganda, mana o'shani hozir joyiga keltirdida, keyingisi mayda operatsiyalar bo'ladi. Endi oxirida bo'ladi, mana qarang. Keyin og'izchasini ikkita tomonni yirtdi mana. Yopiq, og'zi yopilib qolganda, faqat trubochkadan-chi. So'zga ham sig'mas. Hozir ovqat yeya olyaptimi endi? Ha, o'zim yeyman deydi. Birinchilari ham yo'q edi, birinchilarni bo'lib. Sochlariga ham o'tgan ekanda. Na, boshlarini olib ketganda. Ey Alloh, o'zi yuribdimi, hozir yuryaptimi? Ha, hozir qo'yib yuborsangiz ushlamaysiz mana. Yo'q, Alloh rozi bo'lsin. Tomoqqa tiqilgan non oshlar haqqi. Tog'lardek chidamli bardoshlar haqqi. Yuzlarini kuydirgan ko'z yoshlar haqqi. Kimki ehson qilsa shu asal qizga, Alloh o'z jamolin ko'rsatsin sizga.